Ushbu loyiha Sayxunobod tajribasi asosida Mikrokredit bank aksiyadorlik tijorat banki, Toshkent viloyati Piskent bank xizmatlari markazi hamda Toshkent viloyati Piskent tumani Mingtepa mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 670-sonli kontrga asosan yer maydonimizga uzum ko'chatlari ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar bo'lib, ya'ni uzunligi 480-15, bo'yi esa 209 metrni tashkil etadi. May oyining boshlarida uzum barglari qadoqlanib, ichki bozorga sotuvga chiqariladi va qo'shimcha daromad olinadi. Maydonda ekinlarimiz zamonaviy agrotexnik tadbirlar bilan parvarish qilinmoqda. Hozirda uzum mahsulotimiz rivojlanish jarayonida. Ekinimizni yetishtirish 100-110 kun davom etadi. Bu jarayonda ekin sug'oriladi va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Loyihamizga 10 nafar dehqon xo'jaliklar biriktirilgan. Har bir dehqon uchun 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun Piskent Mingtepa bog'lari ishlab chiqarish kooperativ biriktirilgan. Loyiha bo'yicha har bir gektardan 15 tonna, umumiy miqdorda esa 300 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda kooperativimiz uzumni qayta ishlab, eksportbop mahsulotlarni dunyoga olib chiqishni reja qilyapti.